Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi chiroyli, shinamgina shohona fason darvozamizni o'z o'rniga olib kelib, xonadon egalariga topshirib oldik. Bu darvozamizda ishlatilgan mahsulotlari qisqacha obzor qilsak, bu darvozamiz poytaxt Toshkent shahar, Qorasuv mahalla nomi, 12-uy. Darvozamizga ishlatilgan materiallari: kurgovoy shiveldir 10/5, toza, umuman haligi uloq-pulog'i yo'q. 2 qavatlikdan iborat, oldi 1.8, orqasi 1.5 stiklovata solingan. Bunga oldiga ishlatilgan detallariga kelib to'xtalsak, kofka gullar e'tiborlaringga qo'ni tushadi. Kofka butun burjetida ham bor, tepa tomonda ham bor. El smolasi o'rtasida. Smola ham o'sha bagati chiqqan, chunki loyiha rasmda darvoza qanday bo'lsa, birga bir xudo xolisa o'xshatishga harakat qildik. Nihoyatda chiroyli chiqdi. Xonadon egalariga o'zlariga ham yoqdi. Ranglariga kelsak, mokr asfalt, oldiga ishlatilgan detallari 3x2, 2x2 profil ishlab berilgan. Darvozamiz razmerlariga kelsak, 3 metr eniga, katta qanoti, 2.90 bo'yiga. Alohida kaltkamiz peshon o't uchun bor. 1.20 eniga, 2.90 bo'yiga. Ikkalasini bo'yi bir xilda chiqqan. Xudo xolisa, darvoza bekami ko'z hamma yo'g'ini nihoyatda chiroyli qilib ishlangan. Hamma yo'g'ini olib kelib topshirib, nihoyatda chiroyli qilib o'rnatib berdik. Zamonlarga kelsak, stimul zamok. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Darvozaga mos, hamma yo'g'i podsvet tushgan zamogi. Mana ochilib yopilishlari o'zlaring baho berishlaring mumkin. Nihoyatda yengil. Bismillah. Mana. Mana. Orqa tomonlari, qanotlarimiz tashqari tomonga, ko'cha tomonga ochiladi. Qanotda ochilib ketish yoki yopilib ketish yo'q. Qo'ygan joyingizda qotadi qanot. O'zingizga xudo xohlasa o'rnatib. Mana. Chiqaring Mustafa. Ochilishga tayyor turgan ekansiz-a? Ochilsa chiqaman deb. Hop, e'tibor bermaysizlar, chunki usta akalarimiz ishlashyapti ekan xonadonda. Mana. Xudo xolisa O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Har qanday fason, high-tech fason deysizlarmi, shunaqa shohona fason deysizlarmi, olib borib o'rnatib ustonovka qilib beramiz. Xudo xolisa O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib ustonovka qilib beramiz. Xonadon egalari hozir ishtaliklari uchun video vizit qildik, ko'rib oldilar, topshirib oldik. Hamma yo'g'i joy-joyida ekan. Men rizzoman dedilar, rozichilik oldik. Xudo xolisa O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.